O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida Mustaqillik to'yi festivali doirasida keng ko'lamli madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbir Qumqo'rg'on tumanidagi nogironligi bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan g'amxo'rlik markazida ham o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Inson qadrini ulug'lash, mehr-oqibat va g'amxo'rlik muhitini mustahkamlashga qaratilgan tadbir avvalida mehmonlar maskanda yaratilgan sharoitlar, tarbiyalanayotgan bolalarga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rliklar bilan tanishishdi. Tadbirda yurtimizning taniqli ijodkorlari, yozuvchi va shoirlar, san'at namoyandalari ham ishtirok etdi. Biz bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, gapda ochig'i qoyil qolmaslik mumkin emas-da. Men tarixchi bo'lganligim uchun solishtiraman-da juda ko'p narsalarni. Bugun dunyoda juda ko'p million bolalar och qolyapti, suvsizlikda o'tiribdi. Uyi yo'q qanchadan qancha bolalar yotibdi. Lekin biz bu yerga kelib turib, mana shu jismoniy jihatdan imkoniyatlari cheklangan bolalarni davlat o'zini qaramog'iga olib, bularni peshonasini silab, xuddi ota-onasini uyida ko'rgan hurmatda, ehtiromda mana shu yerda ko'rayotganligini ko'rib, mana shunday sharoitlarda yaratib berganligi uchun albatta biz mamlakat rahbaridan minnatdor bo'lishimiz kerak. Men xizmat safari bilan juda ko'p bo'laman Surxondaryo viloyatida. Har safar kelganimda katta loyihalarda, katta o'zgarishlarni ko'raman. Eng muhimi odamlarning yuzida, ko'zidagi bu xotirjamlik. Bugun kundagi ijtimoiy kayfiyat degan narsa bor. Odamlarda ertangi kunga bo'lgan ishonchni ko'rib turib, men juda ham xursand bo'lyapman. Mazkur tadbir davomida Muruvvat uyida yashayotgan bolajonlarga alohida e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatildi. Mehmonlar bolajonlar bilan samimiy suhbatlashib, o'z ijod namunalari va dilbar qo'shiqlari bilan ularga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladilar. Mana bizda hozir san'at ahli Muqibiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik musiqali teatrida bir necha mana ustozlarimiz bilan, shogirdlar bilan birgalikda hammamiz har yili Surxondaryo, Qashqadaryo qilib bayram oldi hammamiz yuramiz. Har bir uylarga kirib ko'ramiz. Ularning haligi sharoitlarini ko'rib, yoshi ulug'larimizni ko'rib, ularni bayram bilan tabriklab, mana shu yerda Surxondaryoni men rahbarlariga katta rahmatlarimni aytmoqchiman. Hamisha kelishimiz bilan kutib va bundan boshi bosib ketadi. Muruvvat uyiga keldik bolam. Albatta Muruvvat uyida bemor bolalarimiz ko'rib chiqdik. Albatta yuragim chiqadi, lekin ularga ham albatta mashina mehr berayotgan opajonlarga, onajonlarga, o'sha ularni davolovchi shifokorlariga, ularni qo'llab qo'ltiqlayotgan mana shu rahbarlariga, yurtboshimizga shaxsan rahmatlarimni aytmoqchiman. Mana shu Surxondaryo ahlini kirib kelayotgan mustaqilligimizni 35 yilligi bilan chin yuragimdan muborakbod etaman. Iloyim xonadoningizda hamisha yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik karvoni loyihasi doirasida Muruvvat uyida tarbiyalanayotgan bolalarga esdalik sovg'alari, kitoblar va o'yinchoqlar topshirildi. Bunday tadbirlar bolalarga mehr va e'tibor ko'rsatish, ularning quvonchiga sherik bo'lish hamda jamiyatda ezgulik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu yerdagi o'tkazilayotgan loyiha shunchalik bir ko'tarinki ruhda bo'lyaptiki, sababi mehrga muhtoj bo'lgan yoshlarga respublikadan taniqli insonlarimiz, san'atkorlarimiz, adiblarimiz kelib, shunday bir chiroyli iliq chiqishlar qilib beryapti. Bu yerda ishlayotgan xodimlar uchun ham kayfiyat bag'ishlayapti. Mana shu murg'a qalblar uchun ham qaysidir ma'noda o'z ko'tarinkilik o'zlarida ko'ryapmiz. Buni ularning o'yinlarida, raqslarida ko'rishimiz mumkin. Mehmonlarimiz yoshlarimizga o'zlarining sovg'a salomlari bilan kelishgani ham bolalarni yanada ruhlantirdi. Yaxshilik karvoni loyihasi doirasidagi xayrli tashabbuslar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda.